Bir teri kahani yad ai. Yana yodimga tushding. 1993-yilda Hind kinosi muxlislari uchun noodatiy va o'zgacha ma'noli film taqdim etildi. Mahesh Bhatt rejissyorligidagi Bir teri kahani yad ai filmi. Bu film nafaqat sevgi va inson ruhiyatidagi salomatlik mavzularini yoritadi, balki Hind televideniyasida yangi davrni boshlab bergan film bo'ldi. Chunki u ZTV orqali namoyish etilgan ilk yirik telefilmdir. 1993-yil 30-iyunda efirga berilgan bu filmning davomiyligi 1 soat 43 daqiqa. Romantik drama, fojia janrida suratga olingan filmning rejissyori Mahesh Bhatt, prodyuserlar esa Johnny Bakshi, Nitin Keni. Ssenariyni Jay Dixit yozgan, operatorlik ishini Pravin Bhatt amalga oshirgan. Bosh rollarni Pooja Bhatt, Rahul Roy, Pooja Bedi o'ynagan. Musiqani Anu Malik bastalagan. Film markazida ichkilikbozlikdan aziyat chekayotgan rejissyor Rahul va ruhiy salomatlikda muammolar bo'lgan Pooja o'rtasidagi murakkab munosabatlar yotadi. Reabilitatsiya markazida tanishgan bu ikki yosh bir-biriga mehr qo'yadi, ammo Poojaning o'zgacha tabiati va beqarorligi ularning munosabatlarini imkonsiz darajaga olib chiqib qo'yadi. Pooja ruhiy kasalxonaga joylashtiriladi va tez orada u yerda yuz bergan yong'inda halok bo'ladi. Rahul bu fojia bilan yashay olmaydi va qizni unutishga harakat qiladi, ammo u Poojaning ovoziga o'xshash telefon qo'ng'iroqlarini ola boshlaydi. Ma'lum bo'lishicha, Pooja tirik ekan. U kasalxonani yoqib yuborib qochib ketgan. Yoshlar birga qochib yurishadi, ammo politsiya tomonidan qo'lga olinadi. Film yakunida Pooja o'z joniga qasd qiladi, chunki u yana ruhiy kasallar shifoxonasiga qaytishni xohlamaydi. Anu Malik tomonidan bastalangan saundtrek filmning eng kuchli jihatlaridan biridir. Tere Dar Par Sanam qo'shig'i Kumar Sanu va Sadhana Sargam tomonidan ijro etilgan bo'lib, nihoyatda ommalashib ketdi. Soundtrack 1993-yilning eng ko'p sotilgan albomlaridan biri bo'lib, 2.800.000 nusxada sotildi va Planet Bollywood tomonidan eng yaxshi 100 ta Hind soundtrack ro'yxatida 63-o'rinni egalladi. Bir teri kahani yad ai filmi Mahesh Bhattning aktrisa Parvin Babi bilan bo'lgan shaxsiy munosabatlaridan ilhomlanib yaratilgan. Bu film rejissyorning shaxsiy hayotidagi tajribalari asosida suratga olingan bo'lib, insonning ruhiy salomatligi va sevgi haqida fikrlashga undaydi. Film 508 reytingga ega bo'lib, bu o'rtacha baho hisoblanadi. Biroq filmning musiqasi va Pooja Bhattning ijrosi ko'plab tanqidchilar tomonidan nihoyatda yuqori baholangan. Filmning ruhiy salomatlik mavzusiga yondashuvi va dramatik syujeti uni o'z davrining muhim asarlaridan biriga aylantirgan edi. Bir teri kahani yad ai, yana yodimga tushding. Sevgi, ruhiy salomatlik va inson qalbidagi iztiroblar haqida chuqur hikoya qiluvchi film bo'lib, Hind kinosida o'ziga xos o'rin tutadi. Mahesh Bhattning shaxsiy tajribalariga asoslangan bu asar inson ruhiyatining nozik jihatlarini yoritadi va tomoshabinni o'yga chorlaydi. Agar siz bu filmni ko'rishni istasangiz, uni Z5 platformasida onlayn tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi.